og'rimasdan jon taslim qilsin. Men chidolmayapman desam, ikol qilamiz deyishsa, nima qilyapsizlar debdi. Desa shunaqa og'riq qoldiradigan ikol desa, yo'q, men behush bo'lib qolaman. Otamni ko'rolmay qolaman. Qarang, otamni ko'rolmay qolaman. Og'riqqa chidayman. Ikol qilmaylar deb turib oldi. Ikol qildirishni qilmadi deydi. Bir 12 kechasi kirmasangiz bo'lmaydi, oxirgi nimasi. Nimadandir bir nima qilib atrofga alang-jalang qilib turibdi, kiring deydi. Kirsam yana o'zini tetikka solib oldi. Qizim bo'ldi, kasalligingizni bildim. Endi unaqa qilib o'zingizni qiynamang desam deydi, ko'zidan shuna yosh oqyapti-da. Dada, menga sarflagan pulingizga, olib bergan ko'ylagingizga, qurchaq o'yinchag'ingizga rozi bo'ling. Men qiz bo'lib bir ro'molchangizni yoki bir paypag'ingizni yuvib bera olmadim. Hech bo'lmasa bitta qiz bo'lib, bitta shirin ovqat qilib bera olmadim. Mendan rozi bo'ling-a? Dedi, ha, men roziman qizim deb ko'zimni oqayotgan yoshni deydi, berkitib sekin teskari qarashimni bilaman. Puf degan ovoz chiqdi. O'ligini ham ko'rsatmadi domla deyapti. Qarang, o'lishini ham ko'rsatmadi qizim deydi. Ana qiz bolani mehri. Nimaga desa, otam o'ksib qolmasin. Bu o'sha ikol qilib qo'ysa, behush bo'lib qolsa, shu otamdan rozilik ololmay qolaman deb turib ikol qildirmagan ekan. Keyin bildim deb nima qilyapti? Biz o'g'ilchi